Ishlarimiz davom etyapti. Navbatdagi mashinamiz Damas avtomobili. Mashinamizga old sanilaridan moy qo'ygan ekan. Old sanilarini, ikkala tepashlarini almashtirib berdik. Izucha remellari, qachon almashtirganlari esida yo'q ekan. Izucha remellarini komplet holatda almashtirib beryapmiz. Natijnoylari ovozi bor. Remellari yog'da yuraverganiga yorilib, yaltillab ketibdi. Old saniga qo'yib yuborgan hisobiga kirishkalarini qaranglar, musurib ketibdi. Bir tomonida ponni qatiriladigan bolt qatiriladigan joylari sinib ketgan. Mashinamizga mana yangida kirishkalar olib kelganmiz. Yangi kirishkalarni sunubga qo'yib beramiz. Termosatlari yo'q ekan. Yangi termosatlar olib kelganmiz. Termosatlarni sunubga qo'yib beramiz. Mashinamiz 80 da yurganda umuman tortmayapti ekan mashina. Klaplarni legirovka qilib ishlarni bitkazib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar, ishlarni sifatli, alohida bitkazib beramiz.